Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimizda muxlislari. Xo'p, yaqinda prezentatsiyasi bo'lib o'tib ketgan premium segmentdagi gigant avtomobilimiz, ya'ni Tiggo 9 Pro gibrid avtomobilimizni qisqacha video obzor qilib ketamiz. To'lov usullari, xarid qilish usullari hamda narxlari bo'yicha videoni oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilishni maslahat beramiz. Xo'p, Tiggo 9 avtomobili vizual ko'rinishda tepasi panorama tom, video registrator, gavdasi katta bo'lganligi hisobiga oldi tomonda parktroniklarimiz, ya'ni signal sensorlari, bu aynan faqat oldi emas, yon tomondan ham keladigan to'siqlarni sezadi hamda avtomat to'xtash funksiyasiga ega bo'ladi. 360 gradus kamerani oldi qismi hamda o'zidan oldinga moslashuvchi adaptivniy cruise control bilan jihozlangan bo'ladi va o'sha adaptivniy cruise control mabodo xavf chiqib qoladigan bo'lsa 3 metr, 5 metr, 7 metr rastonda o'zini o'zi to'xtata biladigan funksiyaga ham ega bo'ladi. Xo'p. Hadovoy qismiga keladigan bo'lsak, oldi MacPherson podveska bilan jihozlangan bo'ladi. 19 razmerdagi, 20 razmerdagi diskalar bilan jihozlangan. Diskamizning fasoni Maybach fasoni, ya'ni Mercedes-Benzning Maybach fasonidagi diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, ruchkalarimiz выдвижной bo'ladi, ya'ni zavod qilib haydaganingizdan keyin ichkariga kirib ketadigan bo'ladi. 360 gradus kameramiz hamda slipoy zonamiz bilan ham jihozlangan. Ya'ni bu avtomobilni oldidan yoki orqasidan mashina keladigan bo'lsa, xavfni sezib bemalol sizni ogohlantirib turadi. Xo'p, salon qismiga, interyeriga keladigan bo'lsak, salon kojadan iborat bo'ladi. Tepa qismi napa koja, ya'ni eng sifatli kojadan tikilgan bo'ladi. O'rindiqlarimiz legirovkasi eshik kartamizda bo'ladi hamda xrom detallarga jihozlangan eshik ruchkalari bilan, ya'ni ichkari ruchkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, head-up displeyimiz bor, besprovодная zaryadkamiz bor. Undan tashqari harakatlanish rejimlarini o'zgartirib tursa bo'ladi. Video registratorlarimizgacha bo'ladi. Eshiklari yopilishi uncha katta kuch talab etmaydi, chunki otsinkovka metaldan hamda to'liq shumiy izolyatsiya holatida bo'ladi. Orqa o'rindiqlarimiz ham xuddi shunaqa sovutish, qizdirish funksiyasiga, oldida ham xuddi shunday, oldi o'rindiqlarimizda massaj funksiyalari ham bo'ladi. Xo'p, o'zi zavodskoy qoraytirilgan oynalar bilan keladi. Kamiga mana bunaqa pardasi ham bor. Ya'ni bu premium segment ekanligini bildirib turadi. Xo'p, orqa o'rindiqlari mana bu yerda knopka orqali yig'ishtiriladi hamda 3-qatorga o'tsa bo'ladi. Eshik yopilishiga e'tibor qilasiz, salga yopiladi. Xo'p, bu gibrid avtomobilimiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan bo'ladi. 467 ta ot kuchiga ega. Benzinning sarfi shaharda ichida yurgan paytda o'rtacha 5,5 litrda tashkillashtiradi. Umumiy hodi 1400 kilometrda tashkillashtirib, xo'p, to'xtovsiz rejimda, to'xtovsiz gibrid rejimida harakatlansangiz 170 kilometrgacha yurib biladi. Orqasi nizavesniy podveska bilan jihozlangan, alohida tushib chiqadigan bo'ladi. Bu avtomobilimizga motori, korobkasi, elektron qismiga 7 yil yoki 200 ming kilometr garantiya beramiz. Batareykasiga alohida 160 ming kilometr yoki 8 yilgacha garantiya beriladi. Orqa qismi to'liq yonadigan monoqosh bo'lib, bagajniklarimiz elektronda ochilib yopiladigan bo'ladi. Ya'ni mana bu yerlarda ko'rishingiz mumkin, xrustalniy faralar bilan jihozlangan. Xo'p, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan belgisi, ya'ni ADM Jizzax zavodining ADM shildigi bilan hamda plug-in gibrid turkumidaligini bildirib turadi. Bu avtomobilimiz to'liq приводda harakatlanadi, ya'ni 4x4, oldi ham orqasi ham tortadigan variant bo'ladi. Xo'p, kelishingiz mumkin. Mana bu yerda razomlar tashlab ketilgan, uy sharoitida zaryadkaga qo'yish uchun hamda bыстрый zaryadkada. Bыстрый zaryadkada 20 minutda o'rtacha 80-90% gacha bemalol zaryad olabiliadi. Xo'p, haydovchi o'rindig'i haqida gapiradigan bo'lsak, sovutish, qizdirish funksiyasiga ega bo'ladi. Pamyat sideniyamiz 3 ta haydovchiga moslashgan, head-up displeyimiz hamda face controlimiz, ya'ni Face ID'miz ham bor. Charchagan paytingiz avtomobil o'zi sezib, sekinlashib, sizni ogohlantirib signal beradi. Xo'p, bu avtomobilimizga boya aytganimdek 7 yil yoki 200 ming kilometr garantiya beriladi. Ushbu avtomobilimizga naqd pul yoki avtokredit asosida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Har ikkala holatda ham bu toychog'imizga 40 million so'm foyda asosida, ya'ni 590 million so'mga emas, 550 million so'm narxiga bemalol Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonidan olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Manzilda eslatib o'taman, Navoiy viloyati Karmana tumani M37 trassada, ya'ni Toshkent-Buxoro trassasida Mohunur to'yxonasiga yetmasi chap qo'lda keladi. Ish vaqtimiz har kuni 9:00 dan 20:00 gacha bo'lib, 18:00 gacha kelgan har bitta mijozimiz uchun bepul test drive'imiz mavjud. Aynan Tiggo 9 avtomobilini ham haydab ko'rib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqa imkoniyat faqat Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonida mavjud bo'lib, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib hamda like bilan qo'llab-quvvatlab turasiz.